Agar butun bir shahar bir kechada yo'q bo'lib ketsa, sababi nima bo'lishi mumkin? Sadom shahri gunoh va zo'ravonlikka to'lib ketgan edi. Egamiz Lutni ogohlantirdi va unga oilasi bilan shaharni tark etishni buyurdi. Farishtalar orqaga qaramanglar deb aytishdi. Lut xotini va qizlari bilan shoshilib chiqib ketdi. Muqaddas kitobda shunday yozilgan. Shundan keyin egamiz Sadom va G'amora shaharlari ustiga yonayotgan oltin gugurt yog'dirdi. Yonayotgan oltin gugurt bu shaharlar qatorida vodiydagi hamma shaharlarni aholisi-yu o't o'lanlari bilan birga qirib tashladi. Ibtido 19, 24 dan 25 ga qadar osmon qorong'ulashdi, yer titradi. Sadom ustiga olov yog'ildi. Shahar va uning atrofidagi hamma narsa vayron bo'ldi. Lekin Lut egamizning rahmati bilan qutqarildi. Bu voqea bizga shuni eslatadi. Gunoh halokatga olib boradi. Ammo Xudoga itoat qilgan odam najot topadi.